Assalomu alaykum qadrli obunachilarimiz. Navbatdagi ikkinchi darvozamiz. Bu ham Haytek Afsona fason 2025-yil darvozamiz. Ushbu darvozamiz ham eniga 4 metr bo'lgan. Balandligi 3.10 bo'lgan. Darvozamiz polностью aylan atrofi 10 ga 5 profilli 1.8 tenasida bo'lgan. Tagini o'zi shiviller bo'lgan, o'rlik shivillerda. 2 qavat shumkali bo'lgan. 1.8 lik listda bo'lgan. Darvozamizda qanoti, kalitkasini qanotini o'zi 90 bo'lgan eniga. Xo'p, polniy gibkada buktiriladi listini. Gibkada buktirib shumka qilinadi buni. Ichiga steklovata solib turib shumka qilinadi. Kraskalari polniy aylan atrofida hamma joyi bir xil devo kraskada bo'lgan. Rangini qora rangda ajratilgan, bu yerini mokrasfon rangda ajratilgan. Lakini temirlak sepilgan. Xohlasalaring matli, xohlasalaring glansli qilib sepib berilaveradi. Endi ichkarisini olib o'taylik. Bu ichkari holati. Ichkari holati ham polniy tekislik bosiladi. Zakazga qarab. Agar kimda kim ichkariga ham uzor chiqarib beringlar desa, ichkarini ham oldin o'zi qilib turib uzor chiqarsa bo'ladi, faqat narxida ozgina farq bo'ladi. Bunda 4 qavat hisoblanadi darvoza. Agar kimdadir zakazlar bo'lsa, O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavka ustanovkalari bilan videomiz ustiga nomerlarimizni qoldirib o'tamiz. Bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. Biz o'zimiz yetkazib olib borib o'rnatib beramiz.